Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 25-yanvar 2026-yil. Har kun soatim maqtab qo'yaman-da, bu yilga olgan eng normal narsam shu bo'lib qoldi akalar. Murojaatga bir kun oldin chiqamiz, Toshkentga ketyapmiz. Opa, nima deysiz? Qalaysiz? Ovozingiz balandroq gapiring, qorningiz to'ydirdimi bu yoqqa borib? Yaxshi, zo'r, sharoitlari issiq, hammasi yaxshi. Yolg'on bormi yo'qmi? Pullargacha berishyapti, yo'lda pullarimiz yo'q, qiynalib ketayotgandik. Shu pullargacha berishyapti, rahmat. Yolg'on yo'qmi? Yo'q. Siz yaxshimisiz opa? Sog'ligingiz yaxshimi? Xafa bo'lmang, men film shunaqa. Odamga odamman, itga sal itroman-da bu. Men to'g'rilash qiyin. Abbos, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ketyapsizmi? Kecha qolib ketdingiz. Bugun mana inshaalloh ketyapsiz. Yolg'on bormi yo'qmi? Hammasi joyida. Mashina to'rga patoldi. Men nomidan 2 kishi. Tavsiya qilsardingda. Yaxshimisiz aka? Tuzimisiz? Sog'ligingiz qanday? Siz aytganday avtobus bo'ldimi? Kecha ruscha gaplashuvdik ikkalamiz. Bor ruscham tortib oldingiz. Ruscham boplamayman men. Kerakmi o'zbekcha gapir, qozoncha gapir deyman. Bildim. Keyin nima dedim? Menda yomon avtobus yo'q deb bitta javob bilan to'xtatdim-ku sizga. Kutgan avtobusmi asosiysi? Yolg'on yo'qmi? Kamchilik. Kamchilik yo'q. Bu borib kelib yurgan, o'rganib qolgan o'zi bizga. Nima deysiz? Zo'r avvasi. Yolg'on yo'qmi? Tavsiya qilsa? Bo'ladi ta'sir. Opa, gazni bosing demaysizlarmi? Gazini bosing. Pedalni beringlar. Yusuf aka, nima deysiz? Tozaligi, sharoiti, kamchilik, muomala. Kamchilik WhatsAppga yozinglar, TikTokka emas, WhatsAppga. Ishonarlimi asosiysi? Iloyim aytganingiz kelsin.